Azizlar, salomatmisizlar. Xudo xohlasa biz Cabrillo qulpinoylarimiz pishishga keldi. Pishyapti hozir. Endi pishish holatida. Xudo xohlasa atbor. Maydalari ham bor. Nasib bo'lsa 3-4 kunda to'liq pishib ketadi. İnşallah. Bunaqa bollarni uzib tashlaymiz. Ko'p ta'nob chiqaradi baribir. Yo'q, gullari ham bor. O'tlarini olib tashlaymiz. Holatlari xudo xohlasa yaxshi. Qulpinoylarimiz atbor. Sredniy. Sekin pishishgan. Atbor. Pishishni boshladi. Nasib bo'lsa keyingi hosillar ustiga setga tortamiz maydan keyin. Mayda oxirlarida atborlar chiqyapti. Qulpinoylarimizdan. Nasib bo'lsa pishishni boshlagan. Cabrillo 2000 ta ko'chat ekilgan bu yerga. Kimga ko'chat kerak bo'lsa, zakaz qilaverasizlar. Avgust oyida bo'ladi ko'chatlarimiz. Ishonchli frigo ko'chatda bolasidan bo'ladi. Yozda ham doimiy to'xtamay hosil beradi. Faqat buni ham endi albatta qarovini qilish kerak. Tripis shiralarga to'g'risini обязательно sochish kerak. Chunki gullarini chaqib qo'yadi, gul qaytib o'sib yo'qoladi. Shunday bo'lib qolib ketadi, qotib qoladi gullari. Shunaqa sug'orishimiz kapellidan.